Biz suhbatni boshladik. Suhbatimizni mavzusi shu taklif bo'ldi. Shu savdogarchilik haqida gapirib bersangiz degan taklif bo'ldi. Darhaqiqat bu mavzu juda ham bir ulkan bu mavzu. Bu soha o'zi bir mo'tabar soha, chunki bu sohani avvali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdogar bo'lganlar deyiladi. Baraka ham savdogarchilikda deyiladi. Baraka ham savdogarchilikda deyiladi. Yana bir eng nimasi qiyomat kunida payg'ambarimizni yonlarida turadi. Kim desa halol savdogar deyiladi. Endi bu payg'ambarimizni oldilarida turishlikni shayton xohlamaydi-da. Shayton xohlamaydi. Shuning uchun g'illa g'ashlik qiladi.